Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Kanalimizga xush kelibsiz. Mana mitti farzandimiz hayotining ilk oyi ortda qolib, u endi rosa 2 oylik bo'ldi. Sizni ushbu go'zal bosqich bilan tabriklayman. Birinchi oy ko'proq moslashish va faqat uyqu bilan o'tgan bo'lsa, ikkinchi oy bu haqiqiy jonlanish davridir. Bola endi atrofga ongli ravishda qaray boshlaydi. Ko'pchilik ota-onalar kichkintoyimiz endi bizni taniyaptimi? U nega g'o'ldirayapti deb so'rashadi. Bugun biz siz bilan 2 oylik chaqaloq rivojlanishining eng qiziqarli sirlarini va ota-ona sifatida unga qanday yordam bera olishimizni ko'rib chiqamiz. Dastlab uning jismoniy harakatlaridagi o'zgarishlarga to'xtalsak. Ikkinchi oyda bolajonning bo'yin mushaklari ancha mustahkamlanadi. Endi uni qorniga yotqizganingizda, u nafaqat boshini ko'tara oladi, balki uni bir muddat 10 soniyadan 1 daqiqagacha ushlab tura oladi. Atrofni qiziqish bilan tomosha qiladi. Yana bir quvonchli holat, uning qo'lchalari endi doim musht bo'lib tugilib turmaydi. U mitti barmoqlarini ochib, kiyimlaringizni, adyolini yoki unga yaqinlashtirgan o'yinchoqlaringizni ushlashga harakat qiladi. Qo'lchalari va oyoqchalarining harakatlari birinchi oydagiga qaraganda ancha tartibli va ravon bo'lib qoladi. Ikkinchi oyning eng go'zal va unutilmas sovg'asi nima bilasizmi? Bu bolajonning sizga qarab ongli ravishda chin dildan qilgan ilk tabassumidir. Ha, u endi shunchaki uxlab yotib kulmaydi, balki sizning yuzingizni ko'rganida, ovozingizni eshitganida sizga javoban kuladi. Uning ko'rish qobiliyati ham rivojlanmoqda. U endi nafaqat yaqin masofani, balki xonada harakatlanayotgan odamlarni ko'zi bilan kuzatib boradi. Yorqin, ayniqsa qizil, sarg'ish va yashil rangli o'yinchoqlarga diqqatini qarata oladi. Nutq borasida esa u mitti tovushlar chiqara boshlaydi. A, u, gi kabi g'o'ldirashlar orqali u siz bilan gaplashishni boshlaydi. Bu uning kelajakdagi nutqi uchun ilk poydevordir. Xo'sh, farzandimiz 2 oylik bo'lganida unga qanday yordam bera olamiz? Mana sizga oddiy layfhaklar. Suhbatga javob bering. U a deb g'o'ldiraganida siz ham unga tabassum bilan javob qaytaring. Xuddi katta odamlardek u bilan navbatma-navbat gaplashing. Bu unda muloqot ko'nikmasini shakllantiradi. Rangli o'yinchoqlar bilan mashq. Uning ko'zidan 30 sm uzoqlikda yorqin o'yinchoqlarni tutib, uni sekin o'ngga va chapga yurting. Bola ko'zi bilan uni kuzatsin. Bu ko'z mushaklarini rivojlantiradi. Yengil uqalash. Har kuni cho'miltirishdan oldin yoki uyg'oq paytida uning qo'l oyoqchalarini mayin silab, yengil massaj qilib turing. Bu mitti tanasini bo'shashtiradi va uyqusini yaxshilaydi. Ko'rib turganingizdek, 2 oylik bolajon har kuni bizni o'zining yangi qobiliyatlari bilan hayratlanishga tayyor. Sizning kichkintoyingiz hozir necha oylik va u qanday tovushlar chiqaryapti? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Farzandingiz hamisha sog' salomat bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.